Assalomu alaykum. Mashina izlashda davom etyapmiz. Tak, bugun yomg'ir Saratovda. Yana kechki payt. 21:10 mashinasini ko'rib qo'ygan edim. Hozirga kelib mashina 180 ming chiqqandi, 150 mingga tushirib Besforga dedi. Oq rangda ozgina joylarni kraska qilish kerak. Endi egasi aytayapti, men sotib olganman, o'shaning uchun probeg скручивание deb ko'rsatyapti deyapti. Xullas, родной probeg 107 ming kilometr yurgan deyapti. Unchalik ishongim kelmayapti mashinani ko'rib. Kameram zaryad tugab qoldi. Mashinani oldim. Xullas 3 ta perikubni ichidan o'zim birinchi kelib qoldim. Ular mendan keyin kelishdi. Mana shu ahvolda mashina mana. Telefonda syomka qilyapman hozir. Bu mashinani sizlar bilan bilasizlarmi? Ajoyib holatga keltirib ko'rsataman. Budjetli variantda remont qilamiz. Buni ideal holatda ko'p pul sarflamaymiz. Dash videoni davom etib ko'rsalaring, sizlarga maksimal darajada hamma narsani ochiq, chochiq ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bizga endi nima kerak? Tezda qilib sotish kerak buni. Shuning uchun tez variantlarini sizlarga o'rgataveraman. Hozir bu holatdagi ustaxonaga borib, polностью ustaga bersa ham bo'ladi, chunki mashinada ikkita xazayin. Birinchi xazayin 1 yil ham minmagan. O'sha ikkinchi xazayindan beri boshqa odamga afront qilmagan, ikkinchi xazayin minib yurgan mashinani. Xullas, mashina chirib qo'ygan mana shu joylari. Atak minib ko'rdim, motorlari bodri. Ertaga kunduzi gaplashamiz. Hamma boshqa ma'lumotlarni sizlarga beraman endi ertaga kunduzi qolgan ma'lumotlarni. Hozir ukamlar keldi mana. Mashinani olib ketamiz. Mana akalar, budjetli variantda mana bunaqa nimadan foydalanamiz? Shpakulyovkadan tozalab chiqib oldik hozir bir qator. Hamma joylarini qarab netib. Endi ishlar yopib chiqishimiz kerak. Yomg'ir ham boshladi. Shpakulyovka qilamiz. Polностью shpakulyovkani tortib chiqib oldik mana. Ajoyib qilib. Qo'ldan kelganicha. Mana bu joylar shpakulyovka qilinmaydi. Bu yerlarga kistichkada tekis qo'yiladi. Mana shular ishilib chiqish kerak endi. Najdayda. Hop, mana bu joylarda ham bor. Men lutchi bularni qoldirishga qaror qildim. Keragi yo'q. Polirovka surtab, kraska tekkizib qo'yamiz. Bagajda pastlari yaxshi. Mana bu joylarni ham yo'qotsa bo'ladi. Hop, bu taraflarda nima bo'ldi? Mana teshiklar yopildi. Xullas, mana shu darajaga olib keldik. İçlarini ko'rsataymi sizlarga? İçlari вообще musorxona bo'lyapti lekin mana. Bularni polностью chiroyli qilib yuvib chiqish kerak. Ahvoli qaranglar. Nimalar bo'lyapti? Orqa bagajni ko'rsalar вообще hayron qolasizlar. Bagaj ham mana shundan kam emas. Bundan battar bo'lsa bo'ladiki, bundan kam emas. Akalar kraskaga tayyor. Mana bunday grunt sepamiz hozir. Mana shunaqa darajaga olib kelib oldik. Tak. Sekin sepib boraveramiz. Sepilgandan keyin ko'rsataman sizlarga hammasini. Ikkinchi kun. Xullas, sizlarga aytadigan gapim, balonchikda kraska qilmaydigan bo'ldim. Nima uchun? Bu yerlari unchalik ideal tekis chiqarmadi. Shuning uchun tez sotishim kerak men bu mashinani. Baribir balonchikda qilganingiz bilan ideal holatda chiqib bermaydi. Baribir bilinib turadi. Shuning uchun men eski sposobni ma'qul ko'rib kistichkada qilishga qaror qildim. Shunday qilib kistichka bilan polностью aylantirib chiqamiz. Qayerlarni qilish kerak bo'lsa.
Hozir mayda narsalar ko'ryapsizlarmi? Shu narsalar yo'q bo'lib ketadi o'zi. Bir qator aylanib chiqqandan keyin buni polirovka qilish kerak, lakam sepsa bo'ladi buni ustidan. Mashinaga mehr berishni boshladik. Mana o'zim diskasini bilasizlar, zanglab o'tganda kraska qildim muncha. Qalpak taqyapmiz hozir. Вообще vit qo'shilib ketyapti. Xullas mo'ykaga kelyapman. Mana ob-havolar Ingliz shahri. Kraskalarimiz qanday chiqdi? Mana shu ahvolga keltirdik xullas. Mo'ykadan keyin polностью sizlar bilan mashina haqida tushuncha ma'lumot beraman. Mana kisichkada qilingan kraskaning ahvoli mana uzoqdan umuman ko'ziga tashlanmaydi. Ha? Endi yaqindan ko'ramiz. Bilinadi baribir. Uncha. Hatya uncha diskalarga qora kraska sarfib qo'ydim. Shtobi qalpaqning orasidan chiroyli ko'rinib tursin. Kraska bo'lgan holatda, zanglab turgan holatda bo'lmaydi, bilasizlar. Shuning uchun mana mashinani videoni ko'raveringlar. Yig'ilib qoldi prosta. Buni tezda sotib olsam kerak inshaalloh. Va nihoyat mo'ykaga keldi. Juda ham go'zal holatga olib kelib sizlarga daskalarni ko'rsataman. O'ylaymanki, ichlarini, salonlarini ko'rsatganman, yig'ishtirib olib tashladik. Bagajni ko'rsataman deb aytgandi. Bagajda ham musulla olib tashladik. Mana shu holatda mana. Tak. Polni shumka qilingan mashinamiz. Mana shumalizatsiya qilingan. Changlar, qumlar to'la. Mana ularni hatto yangi qo'ysa ham bo'ladi. O'zinikini chiroyli qilib sho'tkada yuvib hozirlab tashlashga harakat qilamiz. Xo'p, mo'ykadan keyin daskanani ko'rib olasizlar. Qanaqa holatda kelganini mashinamizni, keyin dokument ishlari, probegi, nima bo'lgan, nima qo'ygan, hammasini gaplashamiz, necha bo'ya qo'yamiz. Hammasini video davomida ko'rib borasizlar akalar. Qanaqadir kabellar, bu muzika tortilganmi bunga? Umuman tushunib bo'lmaydigan holatda. Salfetkalar mana bilmayman necha yil bo'lgan bunga. Tak, boshladik. Endi mashinani yuvib oldik. Polностью sizlarga istoriyalarini aytib bersam. Bitta xazayin olgan mashinani srazi bir kun uchotda turgan undan ikkinchi xazayinga o'tgan mashina. Men o'sha odamni qo'lidan oldim mashinani. Tak, probegi 107.449. Bu radnoy probegi. Endi eng qiziqarlisi bu yerda nima bilasizlarmi? Buni egasi Texasga o'tirdi, pulga sotib olgan. O'zi bormasdan, mashinani olib bormasdan, tanish bilish qilib. Xullas, avtotekiga probegi skruchivit aylantirilgan, probegi aylantirilgan deb tushib qolgan. Mana mashinani yurishlarini ko'rib turibman, o'zim yurib turibman, bilib turibman. Что 107 ming, shu 100 ming atrofidagi mashinani o'sha his qilasizlar, qanaqa yurishini, qanaqa o'zini his qilyapti, qanday holatda, motori o'ziniki, boshqa qilinmagan, mana skorlarga tushishlari. Avitoga qo'yaman, описаниyaga полный доскональный tushuntirib yozib chiqaman. Chunki men buni avtotekasini tekshirganimda, olmasimdan oldin где-то 280 mingmi, 300 mingga yaqin o'sha probegni hisob-kitob qilgandim. Yo'q, aslida unday probeg emas, radnoy dvijok. Xullas, mashinada ikkita DTP bo'lgan, bitta DTP bo'lgan. O'sha DTPsini sizlarga ko'rsataman. Hozir pastga tushib syomka qilaman. Polностью mashinani qanday holatga keltirganimizni mo'ykadan keyin ko'rsataman. Hozir mo'yka qilindi. Mana ko'rib turganlaringdek salon qismlari yana boshqatdan olaman. Xo'p, menimcha juda ham chiroyli bo'ldi degan xayoldaman.
bitta hid keltiradigan vanyuchka osib qo'ydik, чтобы приятный hid kelib tursin deb, arzonidan. Mashinaga qancha rasxod ketdi, hammasini hisob-kitob qilib sizlarga hozirda o'zida video syomka qilib aytib, Avitoga qo'yib tashlaymiz. İlk ko'ramiz qancha foyda qoladi bu avtomobilimizdan. Signal ham ishlar ekan. Manzilga yetib keldik. Bir qator sizlarga ko'rsatib chiqaman. Oldingi holatini eslangda bo'lsa kerak. Balonlarga e'tibor qaratinglar. Diskalar qoraga bo'yalgan, kalpak qo'yilgan, juda ham uje vid qo'shgan. Kraskalarimiz yana bir qator ko'rsatib chiqaman. Mana shu holatga keldi. Bo'limini bo'laveradi, o'zimga yoqyapti. O'ylaymanki, olib turgan klientga ham yoqadi. Endi DTPsiga kelsak, bitta DTP bo'lgan. Mana shu, mana bokovoy, mana sinig'i и mana bu joy mana. Spesialniy men buni qo'yib qo'ydim. Чтобы DTP bo'lgan ekan, u bu degan odamlarga mana shu bilan shu. Mana lekin radnoy kraska, eshiklari hammasi o'ziniki. Eng qiziqarlisi, steklolari ham hammasi o'ziniki akalar. Hammasini tekshirib chiqdim. Mana kraskalarimiz. Mana bu joyda ham bor edi, adashmasam. Mana shu joyda ham bor edi. Mana uzoqdan ko'ringlarchi. Xo'p, mashinani bir qator aylanib ko'rib chiqaylik birinchi. Nomerda egasi aytdi 50-60 ming turadi deb. Men pulga sotmayman, shunday mashina bilan birga qo'shib berib o'raman. Xo'p. Yaqinroqdan ko'rsatay. Mana bu joyda mana qo'l bola remont bo'ldi endi akalar. Rasxodni aytaman sizlarga, nech pul ketdi. Xo'p, bunga bilasizlarmi, rasxodiga hammasiga. Xullas akkumulyator oldim bunga. O'tirib qolgan ekan va shu cho'kib ketgan ekan akkumulyatori. Akkumulyatorni 1200 rublga oldim, eskisini berdim. Mana bu joyda ham ko'rsatib qo'yay, Sarorbek ko'rsatmadi demasin. Mana. Bo'ladi. Mashina ancha o'zgardi akalar, ancha. Xo'p, motor qismlarini ham yuvdik. Probegi radnoyligiga olganman. Agar probegi aylantirilgan bo'lganda bu mashinani olmasdim. Motor qismlarini ham yuvib qo'ydik mana. Motori o'ziniki turibdi, sveji. Yurishlaridan ham bilsa bo'ladi mashinani. Televizorlari radnoy, xullas mana bu joylardan bo'litlari ham bo'shatilmagan buni. Hamma yo'g'i radnoy akalar. DTP o'sha ko'rsatgan joyim. Mana bu joyga ham kraska ozgina bilinib qoldi. Shunday qoldirdim buni. Mana akalar. Mana shu joyda hozir rasmga olamanda Avitoga qo'shib tashlaymiz. Qani nech pul foyda qilar ekanmiz. Orqalarini ham ko'rsatib o'tay. Bo'limini bo'ldi mana. Egasi sement toshigan bilmayman, men bilan ketmadi nimagadir. Aniq sement toshigan bunda. Chunki ustroykada ishlardi egasi. Orqa qismlari mana. Yuvib tozalab qo'ldan kelgancha qo'yib qo'ydik. Mana bu joylarga ham ozgina nimalar bor edi, kraska tekkizib, ko'zdan nariroq. Mana shu narsaga kim e'tibor qaratdi mana. Bittasi yo'q. Olib tashlayman buni hozir. Rasmda ham juda ham ajoyib chiqadi. Tushungan odam, oladigan odam minsa maza qilmanadi. Nimaga? Chunki bitta xazayin bo'lgan bunda. Birinchi xazayini bir kun turgan uchun sira sotib o'rgan. Bu bolada xullas turgan mashina, shuning uchun yo'llari chirib qolgan. Sarorbek taglari endi qanaqa yo'llari chirib ketgan ekan deyishlari mumkin. Taglariga kelsak, bitta shu vodительskiy tarafda ozgina teshigi bor, mana shunchacha. Uni aytib sotamiz. Xullas akalar, kutib qolinglar. Nech pulga sotamiz? Hozir shu yerda o'zidayoq rasmga olaman, chiroyli qilib Avitoga qo'yib yuboramiz. Nech pulga qo'yamiz? Nech pulga sotdik? Nech pulga olganmiz? Nech pul foyda qoldi xullas? Rasxodini aytdimmi, aytmadimmi? 7000 mi? 7500 mi xullas shunday rasxod ketdi. Mo'yka, po'yka hammasi bilan 7500 rublga kalpaklari bilan mana shu holatga olib kelib qo'ydim. Rasmga olaylik, bo'lmasa Avitoga yuklaylik. Ketdik.
Tak, endi biz qo'ygan mashinamizni ko'ramiz bu yerdan. 2114 yozamiz. Tak, hozir izlab topib beraman sizlarga. Mana bu yerda turibdi narx-navolar qaranglar. Mana 2010-yil 285 ming, 385 ming, 2013-yil 127 ming, 127 ming yurgani. 425 ming, 2012-yil 91 ming yurgan. Hop, tushunarli. Mana bu bizning mashinamiz. Mana 239 ming qo'yganman. 3 kun bo'ldi Avitoga qo'yganimizga. Hop, 210 ming rublga tushirib qo'ydim. Mana ko'rib turganlaringdek o'sha mashinamiz. Mana qaranglar akalar, hammasi по-честному. Hammasini yozib qo'yganman. Просто tak birovda aldab sotib bo'lmaydi, bilasizlar, hozirgi kunlarda. Mana qaranglar. DTP nima bu yerda bo'lgan deb ko'rsatib qo'yganman, отметка qilib. Bokovoyda ko'rsatganman, yana plastik ko'rsatganman eshikdagi. Hop, bu yerda ham ko'ryapsizlar. Shu yerlar уже kraska bo'lgan deb ko'rsatganman, описаниеga yozganman и rasmda отметка qilib qo'yganman. Bu yerda kriloda, laboyda tagida yana krilo, 4 ta krilo. Bu yerda ham kraska qilganmiz, adashmasam ko'rsatganman sizlarga, video davomida ko'rgansizlar. Hop, hammasini mana yaqindan olib Avitoga qo'yganman. Ichlarini bir qator yurganini. Hop, bir marta sotilgan Avitoda. Endi mana описаниеni yozganman. Bizning mashinamizni Avito o'zi отценивать qilyapti 186.300 dan bugunga yana tushdi, balandroq edi 239.800 dan 800 gacha. Hop, bu yerda nima deb yozganman? Продам 2114. Сразу хотел предупреждать вас. Можете проверить автотеку. Там может показать, что пробег скручен. На самом деле не так. Пробег родной стоит. 107, то есть 100%. Кому интересно, почему так показывает автотеку, напишите, объясню. Двигатель родной, любые проверки за ваш счет. Работает ровно как часы. Даже не скрывался. Коробка отлично работает. Коробка отлично. Ходовка огонь. Краска родной. Арки подкрасивались. Я указывал на фото. В автотеку показывает, что участвовал один ДТП. Там были царапины, боковые зеркала и дверь, где пластик. Тоже указываю на фото. Все стекла родные. Шумализация полностью. Стоит антирадар. Стаканы целые. Зеркальный номер. PTS оригинал. Есть автозапуск. Никаких запретов и штрафов. Торг qo'yaman. Videomiz 4 kun 5 kundan keyin mana shu ko'rib turgan kadr 4 kun 5 kundan keyin olinyapti. Bitta yaxshi xabarim bor, bitta yomon xabarim bor. Mashina sotildi, sotib oldik. Yomon xabarga kelsak, yomon xabarimiz mashinamiz uchotdan chiqib ketib qoldi. Shuning uchun arzonroq, tezroq sotib olishga harakat qildik. Uchotdan nima uchun chiqib ketib qoldi avtomobil? Mashinani egasi Avitoda ko'rdida 3 kundan keyin uchotdan chiqarib yubordi. O'zi aslida po dokumentim 10 kundan keyin chiqarish kerak edi. Chunki mashina olganingizdan keyin оформить qilmasangiz 10 kun ichida egasi uchotdan chiqarib yuborishligi mumkin. Biznikini 3 kundan keyin chiqarib oldi. Shuning uchun riski narxni tushirdimda, chunki nomer ham уже qoldirib bo'lmaydigan darajada bo'lib qoldi. Nomerga hech kim qiziqishi ham qolmagandan keyin men narxni tushirib yubordim. Endi mashina furushlik bo'yicha sizlarga tushuncha bermoqchiman. Boshidayoq 4 yil 5 yildan oldin shu ish bilan shug'ullanganmiz. Endi yana shu ishimizga qaytdik akalar. Demoqchimanki, mashina sotish bo'yicha siz olib mashinani perkuplarga sotishingiz mumkin yoki-da oluvchi odamga sotishingiz mumkin. Menimcha bu ishda men tanlovim perkuplarga sotish. Чтобы perkuplarga to'g'rilab berasiz, o'zlari qolgan ishlar bilan shug'ullanadi. Ular kutadi, sotadi, qanchadir vaqt kerak bo'ladi ularga. Bizga bu ishimiz qilishlik uchun mashina olasiz, etbetiga qaraysiz, sotib yuborasiz. Endi hammani ichki kutyapti, Sarorbek qancha foyda qildi ekan deb. 239 mingami qo'yildi. Hamma videolarni yozib keldim. 210 mingga tushirildi-da, 200 mingga shuni berib yuborildi akalar. 3 kun vaqtim ketdi mashinaga. Nimalar qilganini video davomida ko'rib kelyapsizlar. Uchotdan chiqib ketgani uchun riski berib yubordik, narxni tushirdik. Mana shunday foyda qoldi. Kstati 7500 rubl rasxod ketdi deganim sizlarga. 3,5 ming Avitoga to'ladim, 10 ming rublcha rasxod ketdi. 150 ming rublga olgan bo'lsak, 160 ming mashinaga hisoblanyapti 10 ming rubl rasxod bilan va 200 ming rublga berib yuborilyapti perkuplarga. U olgan odam ham mendan o'sha sotuvga chiqarib yuboribdi, 291 ming rublga qo'yib yuborgan. Endi u kutadi, oluvchisi keladi, sotib yuboradi, qanchadir muddat kutadi endi. Bu bizning ishimizga kelsak, biz ishimizda mashinani olasiz, etbetiga qaraysiz, 3 kun, 4 kun yetadi. Ko'p qolib ketmasin mashinalar. Video davomida ko'rib boraverasizlar, obuna bo'lib qo'yinglar kanalga.
qo'limdan kelgancha budjetniy variantda sizlarga remont qilib sotishni o'rgatib boraman. Sarovetni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Eski obunachilarimiz ham albatta ko'radi. Agar videomizni ko'rib kelib yangi bo'lsangiz, bizning kanalda obuna bo'lib, endi like so'ramayman-ku. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yib, bizni kelgusi videolar, roliklarimizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Esonalik Sarvarbek bo'ldi. Sizlar bilan ko'rishguncha sog'-omon bo'linglar. 40 ming rubl bilan foydada chiqibmiz. Lekin mana shu videomiz 4 kun, 5 kundan keyin yozilyapti. Video yoza olmadim. Sizlardan uzr so'rayman. Keyingi mashinamiz qanaqa bo'ladi? Kutib qolinglar. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Paka.